aka qo'yadi. Assalomu alaykum. Qo'lim ketib qolyapti-da, men qo'lim ketib qolyapti. Bu qo'lim ketib qolyapti bu. Nima ketib qolyapti qo'lish? Chekayotganing uchun beparasat. Chekmayapman-mi? Qo'ydi qo'ltig'i, mana nima? Kamera? Mash kamerani Umi'dagilardan oldim. Agar uyda chapdan chekaman deydigan bo'lsang, chapdan qaratib olaman. O'ngdan chekaman deydigan bo'lsang, o'ngga qaratib olib, seni videoingni olaman. Agar to'g'ridan bo'lsa, to'g'ridan, pastdan bo'lsa, pastdan olaman. Bu kamera Umi'da eng zo'ri. Atiga 799 mingga oldim. O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin ekan. 90 kun garantiyasi bor ekan. Bonusiga mana fleshkani ham qo'shib berdi. Badam 15 kunga chet elga ketyapti deb o'ylamagin. Buchi bir umr yozadi odam. Chekkanlaringni to'plab yurib uraman, tushundingmi? Asabimga o'ynamatmang. Agar kimda oladigan bo'lsa, bu pastdagi nomerlar bilan yoki kommentariyaga nomerini qoldirish kerak, tushundingmi? Chekadigan bo'lsang, ambulatoriyaga admin qilaman, tushundingmi? Bo'ldi. Malades o'g'lim, sen bilan faxrlanaman. Mash kameradan uyga qo'yib qo'yaman, tushundingmi? Ha, malades. Bitta sigaret berib sig'ib ketdi. Ayağım ketib qolyapti. Ayağım ketib qolyapti.